O'zbek tili va elining erkin bo'lishi uchun kurashgan, umrining so'ngiga qadar demokratiyaning O'zbekiston uchun eng ma'qul tizim ekanini aytib kelgan matematik olim Abdurahim Po'latov 78 yoshida Amerika Qo'shma Shtatlarida o'ldi. O'lim munosabati bilan ta'ziya yoziladi. Agar o'lgan kishi public persona bo'lsa, uning siyosiy hayoti tahlil qilinadi. 1989-yili Yozuvchilar uyushmasining 2-qavatidagi o'z kabinetida Abdurahim Po'latovni tanishtirish asnosida Solih aka bir gapni aytgan edi. Biz yozuvchi shoirlar hissiyot odamlarimiz. Olimlar, ayniqsa matematik olimlar o'z fikrida aniq raqamlarga suyanadi. Safimizda ularning bo'lishi mutlaqo zarur. Aynan shunday bo'lmasa ham shu ma'noda gapirdi. U davrda hozir ham Muhammad Solihning fikri juda tosh bosar edi. Oradan bir necha oy o'tib Urganchda Islom Karimov bilan uchrashdik. Endigina qonfirqalikka Moskva tomonidan tayinlangan Karimov korteji oldini to'sib plakat ko'tarib turgan edik. Islom Abdug'aniyevichning o'zi mashinadan tushib biz bilan gaplashdi. U asosan mening akam Shuhrat Bobojon bilan suhbatlashdi. O'shanda Karimov Abdurahim Po'latov haqida negativ fikr aytdi. Andijondagi mitingda o'rislarni oyog'idan osaman deb aytibdi. Bundaylardan uzoq turinglar degan edi Karimov. Bu suhbat yozda bo'lib o'tgan edi. Kuzga borib Karimov birlikchilarga yon bosib, Yosh Leninchi gazetasida ularning ustavini chop qilishga izn berdi. Faqat bitta shart bilan. Ustavda O'zbekistonning o'z bayrog'i bo'lsin degan jumla olib tashlanishi lozim edi. Markaziy Kengash hay'ati, ya'ni Solih aka, Ahmad Azam va boshqalar kurash murosali bo'lishi nuqtai nazaridan bu shartga rozi bo'lishdi. Abdurahim Po'latov esa rozi bo'lmadi. Shu asosda birlikka dars ketdi. Bo'linish qurultoyida Mirzo Kenjabekning Po'latovga qarshi sovet uslubidagi kamsituvchi va'zi bu bo'linishni tezlashtirib yubordi. Mirzo Kenjabek Abdurahim Po'latov kolxozchilarni kamsitdi deb tirnoq ostidan kir qidirgan edi. Keyin xuddi maqoldagidek ayrilganni ayiq, bo'linganni bo'ri edi. Qudratli muxolifat zaiflashdi. Hoshimman bir amallab rais bo'ldim endi. Shuncha nima qilib Po'latovning o'lim xabarini yoyinlaganimizda ko'pchilik u kishi haqida umuman bilmasligi o'rtaga chiqdi. Shu bois marhum haqidagi bilgini taqdim qilsam. Abdurahim Qayumovich Po'latov 1945-yilning 7-noyabrida Toshkent viloyatida tug'ilgan. Millati o'zbek. 1962-yilda o'rta maktabni tugatgach, Moskva energetika institutiga o'qishga kirdi. Institutni 1968-yilda qizil diplom bilan tugatdi. Po'latov SSR Fanlar akademiyasining kibernetika markazi aspiranturasiga o'qishga kirdi. 1973-yilda nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilib, ayni sohadagi eng yosh olim bo'ldi. 1973-1991 Respublika Fanlar akademiyasining kibernetika institutida ishladi. Abdurahim aka kichik tadqiqotchidan laboratoriya boshlig'igacha ko'tarildi. Lavozimda ko'tarilish uchun partiya a'zosi bo'lish joiz edi. Po'latov 1980-yilda Sovet ittifoqining asosiy mafkurasi bo'lgan kommunistik partiya safiga qabul qilindi. Taraqqiyotning bugungi darajasidan turib Abdurahim Po'latovning o'z davridan ilgarilab ketgan olim bo'lganini e'tirof qilish kerak. Abdurahim Po'latov 1984-yilda robototexnika va sun'iy intellektni yaratish muammolari bo'yicha doktorlik dissertatsiyasini himoya qildi. O'sha davrda sovet olimlari, masalan, akademik Sakharov Kreml siyosati tanqidchilariga aylanishgan edi. 1989-1990 saylov kampaniyalarida Abdurahim Po'latov O'zbekiston va SSR Xalq Kengashi deputatligiga nomzodini qo'yishga harakat qildi. Ammo SSR tepasiga Gorbachov kabi erksevar kelgan bo'lsa ham, O'zbekistonning aksar aholisi va rahbariy nomenklatura zanjirlarini sevadigan qul tabiatligicha qolib ketgan edi.
Abdurahim Po'latov ta'birida ular qoramol podasi edi. Po'latov 1988-yilning bahoridan boshlab jamoatchilik faoliyati bilan shug'ullanadi. Avval Orolni qutqarish qo'mitasi a'zosi, keyin 1988-yilning noyabr oyida Birlik harakatini tashkil etish tashabbus guruhiga a'zo bo'ladi. 1989-yilning 28-mayida bo'lgan ta'sis qurultoyida O'zbekiston Birlik xalq harakati raisi, 1990-yil may oyida esa uning ham raislaridan biri bo'lib saylanadi. 1990-yil iyun oyida Po'latov tashabbusi bilan Birlik partiyasi tuzildi. Po'latov uning raisi etib saylanadi. 1992-yilning yozida Abdurahim Po'latov va Birlik faoli Mirolim Odilov ko'chada kaltaklab ketildi. Po'latov reanimatsiyaga tushdi. 1992-yilning 18-iyul kuni Milliy xavfsizlik xizmati zobitlari vrachlarga bosim qilib, uni kasalxonadan chiqarib yubordi. U Turkiyaga borib, davolanib, yana qaytib kelib kurashni davom ettirdi. Hokimiyat Po'latovni Birlik rahbariyatidan olib tashlashga harakat qildi. 1998-yilning dekabrida hokimiyat bosimi ostida Po'latov O'zbekistonni vaqtincha tark etdi. U bir muddat Bokuda yashadi. Keyin Istanbulga ko'chib o'tdi. Po'latov Turkiyada 6 yil yashadi. 1996-yilda Shukrullo Mirsaidov va Muhammad Solih o'zbek muxolifatining muvofiqlashtiruvchi kengashini tuzish to'g'risidagi deklaratsiyani imzolaganida Abdurahim Po'latov bunga qo'shilmadi. 1998-yilda u akasi matematik olim Abdumanop Po'latov bilan birga yashash uchun Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'chib o'tdi. Abdurahim Po'latovning kurashga to'la hayotida esh bo'lgan xotini paxta tolasi bo'yicha mutaxassis. Abdurahim Po'latovning ortida 2 nafar farzandi, nabiralari va kurashga to'la hayoti qoldi. Abdurahim Po'lat erkinlikning mazmuni faol kurash ekanini anglagan va millatga demokratik tuzum zarurligini uqtirishdan charchamagan siyosatchi o'laroq yashab o'tdi. U O'zbekiston fani va siyosatiga katta hissa qo'shgan shaxs o'laroq tarixda qoldi.